o'g'il otaning siridir. Biz ko'chada har qancha chiroyli bo'lib yurishimiz mumkin. Biz davralarda har qancha ibratli rivoyat va hikoyalar aytishimiz mumkin. Odamlar bizni havas qilishi mumkin. Lekin uyga ham shu muhitni qila oldikmi yo'qmi, mana bu masala. Juda ko'p ustozlar yaxshi shogirdlar chiqarishi mumkin. Lekin uydagi muhit maqtagulik bo'lmay qoladi ko'pchilikda. Muqaddas kitoblarimizda ham kelgan. Alloh taolo tirik qalbdan o'lik qalbni ham chiqarishi mumkinligi haqida. Ya'ni manaman degan ulug' insonni farzandi, masalan tarixiy kitoblarga yozilgan Jaloliddin Rumiyday shaxsiyat farzandi ustozi Shams Tabriziyni o'ldirganlik haqida tarixda shunday nuqtalar bor. Shunaqa ulug' zotni farzandi qotil. Xudo asrasin. Hamma ham umid bilan oila farzand qiladi.